Abko akademiyasiga sentyabr oyida o'qishga keldim. Bundan juda xursandman. Abko akademiyasida fundamental bilimlar juda yuqori darajada berilar ekan. Provodkalar, shutlarni mohiyati, ularni ich-ichigacha ham o'rgatishar ekan. Biz bundan juda minnatdorman. Hurmatli Matlub Ahrarnaga shunday proyektlar qilganlari uchun, shunaqa buxgalterlarni rag'batlantirish uchun, buxgalterlarga bir yaxshilik sifatida ochgan mana shu kurslar uchun men minnatdorchiligimni bildiraman. Ustozlarga ham juda chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Boshlang'ichdagi fundamental ustozimiz Dilshod Ziyodulloyevichga, Shohruh ustozimizga, Shohasil ustozimizga juda o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Men bugun qizil oldim. Xudo xolasa bundan chiroyli natijalarga erishishga harakat qilaman va o'zimga ishonaman. Qo'rqmayman bir joyga borib ishlashga. Sizlarni ham shu o'quv markaziga kelib o'qishinglarga, o'zinglarning ustinglarda ishlashinglarga, o'z o'rninglarni topishinglarga chaqirib qolaman. Rahmat.